Hozir Kamoliddin aka aytdilar, mana bu toshni maydalangani, ana shu eshitayotgan bo'lsangiz. Toshni maydalangani, qum qilingani, tuxumi po'chog'ini kalsiy deymiz-ku, po'chog'i shundan hosil bo'lar ekanda, o'sha toshlardan. Ya ishlayversin. Tema degan. 90 kungacha bo'tda parvarishlanadi. Undan keyin bu izlanamizga tovuqxonaga olib o'tiladi. Bu yog'iga keyin 1,5 yil. Oson deb o'ylaganlar. Tuxum o'z-o'zidan bino kelmaydi. Buni lalichka katta qilgandek katta qilamiz. Qani yuringlar. Keling. Lalichka jo'jalarimiz, jo'jachalarimiz bitta Xudo xolasa katta bo'ladi. Mana chiroqlari bilan turibdi. Chiroqni yoqib ona qilishdi. Bitta Xudo xolasa nechta ketadi jo'jamiz? 80 mingta. Endi hali har оборудованиеga 80 mingta yetishtirib berilaveradi. Bu yoqqa beradi, undan keyin narigi texnika olinadi, yana tayyorlanaveradi. Ashnaqa aylanadi. Aylantirib beraveradi. Aylantirib beriladi. Sexga yetkazib bera oladi. 4taga. 5taga ham amallasa bo'ladi. Haligi Nariga vaqt keladi. lekin tovuqlarni ishdan chiqqandan keyin so'yib go'shtga beriladi. Ha, o'sha keyin birinchi berilgan sexga bu yana boqaveradi. Shuni hisobiga 5ta sexga ulgurib beradi. Go'shtni qayerga topshirasizlar keyin? Go'shtga nimaga kolbasni zavodlar bilan shartnoma tuzamiz. To'xtani yozadi, shirin, rozmetr o'shalarga bemalol ishlatsa bo'ladi. Buni go'shti yaxshi bo'ladi. Bu broiler go'shtidan ko'ra. Broilerni go'shtdan ko'ra broiler tez bo'lgan-ku, buni go'shti yaxshi bo'ladi, deyapti mana. Kolbas zavodlari bilan kelishib sotiladi, deyapti. Lekin biz hali sotmadik. Hali sotmadik, lekin menimcha o'zimizdan tovuqni go'shtini ham o'zini olib ketishaveradi, haligi sho'rva qilib pishirib anaqa qilgani. Bulyonlarga ham zo'r ketadi. Так что bu aylanaveradi, o'zini o'zi qoplab. Endi buni agar to'g'ri ishlasa, to'g'ri anaqa qilsa, 7 xazinani bir deb bekor nimaga aytmaganda, buni chiqindisi yo'q. Ahlati ham pulda. O'shaning uchun faqat mehnat talab qiladi. Bu yerda endi uxlamaysizmi, alishib ishlashadi. Ortcha odam kirmaydi. Ko'rdingiz, tug'ruqxonaga cho'r bor. Endi men va papasi u yoqda qattadir bo'ladi. Bu yerda bir kunlik jo'jani olib kelinadi, ha, hayotim? 15 minutda? 15-da keladi. Balkim o'shani ham kelgan qo'yib yuboramiz syomka qilib. Shunaqa ishlayapti. Xullas kalom bekor yurganimiz yo'q. Klinikamiz ham ishlayapti. Men aytmoqchi, klinikaga ham bir borib ona qilaman. Klinikamizga ham o'zimiz bora olmayapmiz. Sergeliga qurib qo'yganmiz, rosa uzoq, lekin klinikamizga Hindiston, Turkiya juda katta pul tikib, оборудованиялар qo'yib, nimagadir bizni bino, bizni sharoit yoqyapti. Ko'pchilik endi o'zlari glavvrachimiz o'zlari ish olib boryaptilar, o'sha yerga boraveradilar. Biz endi mana o'zimizni mahallamizda boshqalar ochib qo'ygan o'sha yerlarga boramiz. Biz boshqalarni klientimiz deydi-yu. Sergeli juda uzoq, lekin zo'r sifatli narsalar o'sha yerda anaqa bo'lib qolgan. U ham ishlayapti. Xullas kalom, haligi pulni bosib o'tirgandan foyda yo'q. Topganingni tikasan, yeb o'tiraverasan. Endi lekin desalaringizki, hamma fabrika ushaganlar, zavod ushaganlar biladi. Vaqtida to'lasang, vaqtida bo'ladi, hamma narsa pul turadi. Mana gaz ham ishlatmay bo'lyapti o'sha anaqada to'qxonada.